Primerna 250 km/soat bemalol o'tirib ketaverasiz aka. Kirasizlar, sekin damda olib ketaverasizlar mana. Neobычный. Mazza. Haqiqiy olsa odam baraka topadigan mashina akalar. Svязda gaplashib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni telefonni qo'lingizga mana bunday qilib olishyapsiz. Hammaga xayrli kun, birodarlar. Omon bo'linglar. Bormisizlar, omonsilar. Xudo xolasa bugun bizni China Motors Qo'qon avtosalonimizda sotuvga tayyor bo'lgan avtomobillardan biri Jack GS6. Ya'ni oq rangidan yili 2024 shu avtomobilni qisqacha sizlar bilan hozir obzor qilib chiqamiz. Undan oldin videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, birodarlar, sizlarga yana bitta foydali ma'lumot aytib o'taman. Ko'pchilik inomarka bilanmi, o'zimiz GM mashinalar bilan farqi yo'q. Agar zatniga urgangizda ko'pincha bakoyi yerga, ya'ni pastga qaramaydi. Lekin bunda zatniga urishingiz bilan bakoyi avtomatik pastga qaraydi. Ya'ni parkovka qilish uchun juda ham udobniy bo'ladi. Ko'pchilik masalan bunisi pastga qaramaganda mandaqangi qilib qarab yurishadilar. Lekin buni hojati yo'q. Bu mashinani bitta olasiz, bemalol parkovkani yolvorishni qilaverasiz. Xo'p, birodarlar, xudo xolasa bugun biz obzorimizni boshladik. Avtomobilning tashqi dizayniga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Jack GS6. Har doimgidek ko'pchilik obzorlarda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni buni Li6, Li7 yoki Li9 faralariga o'xshatishadilar. Juda ham neobычный, chiroyli qilib ishlatilgan. Ko'pchilik buni Li5 ham deb o'ylaydi, lekin yo'q. Bu Jack GS6 avtomobili. Avtomobilning faralari pastki qismda, ledlari esa yuqori qismda joylashtirilgan. Bundan tashqari reshotkalari neobычный qilib ikki qatorli liniyada ishlangan. 360 kamerasi bor bu avtomobilimizda. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, neobычный stilda qilib ishlangan. Avtomobilni videoga bitta like bosishni unutmanglar akalar. Xo'p. Avtomobilimizda kumho balonlar taqilgan. Razmerlari ko'rib turganingizdek 235, 55, R18, 100V balonlari. Ushbu avtomobil bemalol balonini ko'rishingiz mumkin. Primerna 250 km/soatgacha ushbu balonlar chidaydi. Buni yana bir qiziqishga, ChatGPT yoki internet og'tarib ko'rsangiz ham bu ma'lumotlarni bemalol topishingiz mumkin. Xo'p, akalar, avtomobil yon tomondan ko'rinishiga o'zi ham bitta baho berasizlar. Operator bir ko'rsatib yuborsiz yon tomondan mashinani. Juda ham neobычный, chiroyli qilib ishlangan, uzunliklarni qarang, вообще. Like bosishni unutmanglar, akalar. Bak, bemalol mashina ichiga o'tirib, knopkani bosib o'tirmaysizlar. Nima kelasizlar? Shuni bosasizlar, bo'ldi. Bak ochildi. Baklariga bemalol 90 ga 95 ta qo'yib, mazza qilib shahar katessa qilib yurasizlar. Bu oppog'ichi juda ham chiroyli bo'ladi. Tunda yursiz. Hammani nigohi, e'tibori sizda bo'ladi. Haqiqiy yorvorishing zo'r mashina. Olsangiz puliga arziydi. Bagajlar elektronli bo'ladi. Pult oldingizda bo'lsa, bemalol ushbu harakatni takrorlab, bagaj ochib yopsangiz bo'ladi. Bagaj sig'imi qo'qonchasiga, joy darajasiga ham вообще katta bagajga ega. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu joy ham просто tak bas. Bemalol 1,5, 2, 3. Boring qo'ying, mana 10 kilogacha bemalol ko'taradi. Bagajda bemalol 2 qavatli qilib ishlatsangiz bo'ladi. Orqasigacha e'tibor bersangiz bo'ladi. Ya'ni oldi qanaqangi chiroyli bo'lsa, orqasi ham xuddi shunaqangi chiroyli qilib ishlangan. Pakayf orqasini ko'pchilik mashinalarda qoldirib ketadi. Akalar. O'zingiz ham bilasizlar, men sizlarga aytib o'tirmayman qaysi mashina, qaysi brendligini. Xo'p, yon tomondan ushbu joylarni olib, bemalol bagajga kattalashtirsangiz bo'ladi. Yo, men kattalashtirmayman. Siz ushbu joyga bemalol qanaqadir buyumlaringizni solib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni yo'lda ketayotganingizda ishlatish uchun. Bu tarafdan xuddi shunaqangi joy bor. Akalar, dagatka baloni bor. Dagatka balon, ochiqni aytaman, baribir o'zingiz ham bilasizlar, biroz uzoq masofaga yetib bermaydi. Ham ingichka bo'ladi, lekin razmeri bir xil. Ya'ni kattalik jihatdan bir xil razmeri. Dagatka baloni olib tashlab turib, bitta propanchani o'rnatib olsangiz, qarasiz shahar ichida takoy yo'qki yuraverasizlar, akaxon.
Men mana aytib o'tgandek 2 qavatli, ya'ni 2 qavat deganda mana birinchi qavatini sizlar mana bunday ko'rdinglar. Ikkinchi qavati mana bundoq bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Xo'p, endi bu qanaqa ko'tarasiz mana. Bemalol. Bemalol o'tirib ketaverasiz aka. Haqiqiy jaydar abzor bo'ladi. Endi mana o'tirib ketyapsizmi? Telefonda endi nimadir ishlatasiz-ku. Mana bemalol telefonni zaryadga qo'yib, takoy yo'qki ketaverasiz, qaqa bo'lsa. Damday bo'lsa akalar. Men hozirlarga hali hech kim ko'rsatmagan obzorda yorvorishini qo'yib beraman. Xo'p, operator bu tarafdan olib berib turasiz. Bitta ko'rsatlar mijozlarimiz. Akalar, biz aytamiz. Bu mashinani oling, kam bo'lmaysiz. Uyli bo'lgandek bo'lasiz deymiz. Lekin ko'pchilik ishonmaydi. Mana endi sizlarga ko'rsataman. Endi bitta ko'rpacha yo'q. Aybga yurmaysizlar. Bemalol kirasizlar. Sekin damda olib ketaverasizlar mana. Damda olaverasizlar akalar. Yoningizda birodaringiz bo'ladimi, yaqin tanishlaringiz bo'ladimi? Bemalol to'qqa borasizlar, boshqa joyga borasizlar, gostinitsa, mehmonxona qilib o'tirmaysizlar. Mashinani sekin ichiga ikkita ko'rpachani tashlab olib, damda olib ketaverasizlar. Haqiqiy oila bo'lib, ro'zg'or qilib mashina akalar. Mashina bo'lsa mashina akalar shu joyga yechim qilmagan ish qilyapman-ku, yotib ko'rsatyapman kerak bo'lsa sizlarga. Bitta like bosish unutmanglar. Endi akalar bitta like bosish nima endi? 1 soniya, 2 soniya vaqt oladi. Yana bitta eslatib o'taman, avariyaning anaqangi 3 burchakga qaytarsizlar mana bu yerda. Navbechni qilib chiroyli qilib ishlab qo'yilganda, ko'rsiz bo'ladi. Ya'ni chiroyli qilib mana. Tako'li. Ya'ni haqiqiy chotki mashina akalar. Buni masalan etiga, betiga bunday tashlab qo'ygan narsa bas chiroyli qilib qo'yilsa, o'zi akkuratniy odamlar mashinasi. Xo'p, pulsiz bo'lganda, ya'ni mashina quflayotganingizda shu knopkani bosasiz, yo bo'lmasam buni bosiz, bemalol elektronniy bagajlar yopiladi. Litr hajmi o'zi примерно 500-600 litr atrofidagi, lekin buni baribir akalar litr bo'yicha o'tirilmaydi-ku. Xo'p, arqa saloniga kelamiz. Aytdim-ku akalar, bu mashina olasizlar, uydek bo'ladi mana. Yana qancha masofa kerak? Mana. Mana bu yerda chiroqlari bor, endi baribir kechqurun ishlatiladi. Kunduzi uncha yorug'layvermaydi. Hozir biz endi baribir kunduzimiz, shuning uchun yorug'lik sezilmaydi. Lekin telefon qo'yib qo'yish uchun kichkina joylar bor. Telefonlarni yana zaryadlash uchun 5 vatli USB portlarigacha bor. Orqada ham deflektorlari bor. Bemalol foydalansangiz, ishlatsangiz bo'ladi. Mashina niyabechni nima qilardik, nima deydik? Olinglar, baraka topasizlar akalar. Apshkalari xrom, aquaprint, yumshoq plastik. Juda ham yumshoq, hamda koja, qattiq plastik. Juda ham chiroyli, niyabechni qilib ishlangan. Hop, shopirda oldi qismidan bitta mashinani ko'ramiz. Juda ham chiroyli. Agar istasangiz bemalol orqaga tortib olishingiz mumkin. Lekin men uchun normal holat. Buni yana shopirda oldidagi sidinani tepaga pastga qilib bo'lmaydi, lekin bemalol oldinga, orqaga hamda yotkizsa bo'ladi. Bemalol. Sidinani ko'ryapsizlarmi? Quchoqlab oladi-da, ikki yondan qisib, mahkam qilib ushlab oladi. Bemalol endi yo'l qoidasi, umr foydasi degan joyga bunday qilganingizda ham chiroyligina bo'lib ketasiz. Mashinada uncha mashinalar yo'q bo'lgan, eng premium mashinalarda bo'lgan xolodilnik bor. Bemalol bekka suvlarda yoki u narsani qo'yib, shu joydan mashinani xolodilnik, klimat kontrollarini to'g'rilasiz bo'ladi. Klimat kontrollari ushbu joyda hozir uni tomonga o'tib, sizga qisqagina ko'rsatib beraman. Hop. Mashinani o't olishib. Niyabechni. Mazza. Haqiqiy olsa odam baraka topadigan mashina akalar. Nimaga halda baraka topasan, baraka? Albatta, niyatli amali niyatga bog'liq. Olsanglar, albatta baraka topasizlar, chunki nima niyat bilan mashinani olsanglar, albatta xuddi shu niyatda mashinani haydasanglar, o'sha sizga, oilangizga, uyingizga, ishingizga, ro'zg'oringizga shu mashina xizmat qiladi.
Xo'p, klimat kontrollari juda ham neobычный qilib, chiroyli qilib ishlangan. Atiga birgina yengil teginish bilan mashinani ishlatsangiz bo'ladi. Neobычный, chiroyli qilib. Endi odatda ham knopkalardan emas, chiroyli qilib ishlangan. Avtomobil pultlari bo'lishingiz mumkin. Ushbu knopkani bosish orqali siz kalitni sug'urib, bemalol eshikni ochsangiz bo'ladi. Podstakanliklari bekka bemalol qanday karta yoki boshqa bir narsalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Elektronniy ruchnik, avtohold hamda shaybali chiroyli o'zini skoroslari. Mexanik rejimlari bor. Mexanik rejimga olib o'tib, ushbu lipstoklar orqali mashinani plus-minus, ya'ni skorini qo'shib borsangiz bo'ladi. Orqa tomonda ham xuddi shunaqasi bor. Albatta, monitor ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bu mashinada aytib o'tganimdek 360 graduslik bor. Mana 360 hamki, ko'ryapsizlarmi? Masalan, oldidan ham, orqadan ham, biroz yonroqdan ham 3D modelni ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni har burchugini parkovka qilayotganingizda maksimal darajada ishlatsangiz bo'ladi. Hop. Elektronniy rul juda ham yumshoq, bemalol bitta barmoq bilan foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari signallari juda ham chiroyli. Multimedia buni tarafda bo'lsa, buni tarafda klimat kontroli. Bunda adaptivniy emas, bu cruise control. Bemalol istagan tezligingizga moslab qo'yib, mashinani gaz bosmasdan ketsangiz bo'ladi. Hop, tablosi chiroyli, ixcham hamda mos qilib ishlangan. Bundan tashqari rulni o'zingizga tortsangiz bo'ladi yoki ichkariga hamda pastga, yuqoriga moslasangiz bo'ladi. Albatta, bu o'zingizni reglyovkasidan kelib chiqqan holatda. Deflektorlari ushbu joylar kechqurunda yonadi. Endi bizlar hozir kunduz kuni bo'lgani uchun uncha ko'rsata olmayapmiz, lekin aynan ushbu joylari kechqurun yonadi. Eshik apchkalari o'sha har doimgidek chiroyli glansli ishlar bilan ishlangan. Stabilizatori bor bu mashinada. Bagajni ham salonda ichidan ochsangiz bo'ladi. Ikkala bokovlarning reglovkasi bu tarafda hamda farani reglovkasi bor. Bemalol foydalansangiz, maksimalni foydalanadigan mashina. Hamda ochki uchun joy, chiroqlari eshik uchun moslab qo'ysangiz bo'ladi. Bu joyga o'zingiz biror bir knopkani yoki nimadir qo'ysangiz bo'lish uchun tashlab ketilgan. Bu albatta o'zingiz xohishingizdan bu joyda, aynan bu joyda masalan telefoningiz Bluetooth orqali yoki-da Android Auto bilan CarPlay ulaganingizdan keyin ushbu joyda mikrofonlar bor. Bemalol svязda gaplashib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni telefonni qo'lingizga mana bunday qilib olish shart emas. Ana shu joyda mikrofonlardan ishlatsangiz bo'ladi. Hamda endi qisqagina lyuklariga e'tibor berib o'tamiz. Elektronniy bosib turish shart emas. Hop, siz ushbu joyga ochildi deb o'ylasangiz, yo'q. Ko'rganingizdek, birgina yana qayta bosish orqali bemalol oxirigacha ochsangiz bo'ladi. Endi yana bir ko'rsatib o'raman sizga. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol chiqib Norvariation kadrlar olib ketsangiz bo'ladi. Albatta, bu o'zingiz xohishingizga qaraladi. Avtomobilni qisqa qilib narxini tushuntirib o'taman. Boshlang'ich agar kreditga olaman desangiz 30-25% to'lov bilan bir kun ichida o'zingiz nomingizga olib ketsangiz bo'ladi. Yo, men naqdga olaman, ukam. Bo'lishini ayt, qancha bo'ladi siz? Xolos, keling, chiroyli narxlarda qilib beramiz. O'zini narxi 300 million so'm. Siz chiroyli bonuslar bilan qilib beramiz. Albatta, China Motors Qo'qon avtosaloniga tashrif buyuring. Albatta, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchalarni Qo'qon China Motors filialida kutib qolamiz.